Jigarlar, Rossiyadan ishni zo'rini topib qo'ydim. Smenalik, bezabyom, yotoq, registratsiya borib kelish forma, trudodagor o'yinlarning hammasi kompaniya tomonidan mutlaqo bepul, kuniga 4000 rubl. Hozirgi kunda 600 ming so'm kuniga o'zbek so'miga aytsak bo'ladi. Undan tashqari ko'ryapsizlar, hamma narsa kompaniya tomonidan mutlaqo bepul. Hamma erkak, hamma ayollar 18 yoshdan 50 yoshgacha ishi zo'ri. Videoga bitta like bosamiz va videoni maksimal darajada musofirda ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shasizlar degan umidaman. Demak, biz yaxshi kayfiyatda bugungi yangiligimizni boshladik. Rossiyaning Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, трудовой договор, uydimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 24-fevral, bugun bizda ishi zo'ri bor. Bir emas, ikkita skalatga 50 tadan 100 ta odamga bemalol joy yetadi. Shuning uchun hech ikkilanmasdan pastga chiqadigan nomerlarga srochni aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ishimiz nimadan iborat va qayerda joylashgan? Demak, birinchi ishimiz ikkita katta skalat. Birinchi skalatimiz bu Ramenskiy oblastida, Moskovskiy oblastida joylashgan. Xo'p, skalat bitovoy texnika bu yerda холодильник ru deb nomlanadi va bu skalatda oylik bezabyom smenasi 3900 rubldan va undan tashqari yotoq, registratsiya borib kelish, trudodagor o'yinlarni mutlaqo bepul. Oyligi 1 oyda 2 marta, har 15 kunda rashut, ish vaqti 9 dan 9 gacha denda, 9 dan 9 gacha noshta. Xohlagan odam den, xohlagan odam kechasi kunduzi bemalol ishlashingiz mumkin. Bez dokument olmaydi, faqat dokumenti borlar uchun. 18 yoshdan 50 yoshgacha erkak ayollar. Xo'p, ikkinchi ishimiz qayerda degan bo'lsanglar, ikkinchi ishimiz Moskovskiy oblast, город Ximkida joylashgan. Bu yerda ham skalat, kompletoshik hamda gruzchiklar kerak. Endi bu город Ximkida 100 so'm ko'proq, ya'ni smenasiga 4000 rubl, ya'ni so'mga 600 ming so'm, oylikka 120 ming rubl. Dollarga oladigan bo'lsak, hozirgi kunda salkam 1,5 ming dollarga to'g'ri keladi. Undan tashqari yotoq, registratsiya borib kelish forma, trudodagor o'yinlarni mutlaqo bepul, bu albatta kompaniya hisobidan bo'ladi. Bu ishimiz ham skalatda kompletoshik ham gruzchik. Ertalabki, ya'ni kunduzgi smena bor, kechki smena bor. 11 soat ish vaqti, 1 soat obed. Oyligi bir xil, firma bitta, 1 oyda 2 marta, har hafta avans, pulidan muammo yo'q, 200% garantiya. Bu ikkala joyimizga ham Moskva hamda Moskovskiy oblast patenti bo'lishi shart. Dokumentsiz qabul qilmaydi. Shuning uchun iltimos, patenti bor 18 dan 50 yoshgacha erkak ayollar pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu yerda eng zo'ri, agar siz ishga joylashasiz va ish sizga yoqsa, qarindoshingizni chaqirasiz, do'stingizni chaqirasiz, siz ortingizdan har bitta kelgan insonga 5000 rubldan, ya'ni hozirgi kunda 750 ming so'mdan plus bonus qo'shib berishadi. Mana shunaqa yaxshi kompaniya, ya'niki qancha safi kelgan sari shuncha dobrelashadi. Ya'ni sizga yordam puli, mukofot puli berishda davom etadi. Bunaqa kompaniya, bunaqa ishlar har doim ham chiqavermaydi. Albatta, mana shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, videomizni maksimal tarqatib tursanglar, bundan-da zo'r ishlarni biz chiqarishda davom etamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'zingizlarni iliq fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Demak, hamma narsani men tushuntirib berdim. Agar kimga nimadir tushunmagan bo'lsanglar, tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, to'liq adres, lokatsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 emas, 2 emas, 3 ta nomerga srochni aloqaga chiqinglar, Telegram, WhatsApp yoki promodan aloqaga chiqasizlar va kerakli ma'lumotlarni yana o'zingizlar uchun olasizlar. Agar yoqsa, ma'qul kelsa, ertadan ishni boshlasanglar bo'ladi. Xullas, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Albatta, pastda Telegram silka bor. Telegram silkada ham ishimiz haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan va bizni Instagramda Zuhurda musofir kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh zo'r ma'lumotlarni biz chiqarishda davom etamiz. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan har doimgidek Zuhurda musofir bo'ldi.